Assalamu alaikum, hürmetlik İstiklal Televizya dostları. Bugün biz Muhacirun programımızda Kırgızistan'daki çoğun cemaat erbabı ve şunun olan birge Kırgızistan Uygur Cemiyeti İttifakı'nın sabık reisi Roz Muhammed Hacim'ni stüdyomuzda misafir kılımız. Stüdyomuza hoş geldin. Rahmet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugün Allah'ın nisip dikamini meyadasili ve sizler bilan televizyon studiya orqali ko'rishyapmiz. Juda xushman, xursandman. Allah barimizni aman qilsin. Amin. Hürmetlik Roz Muhammed Hacım, sizni biz meyli Türkiye'de olmuşsun, meyli chet eldeki başka rayonlarda olmuşsun, vatanda olmuşsun, namlarını köp anlagan. Bugün bu ekran arkalık qarindoshlarımızga, özümüzden hemşehrilerge sizni bir görüş fürsatı İstiklal TV'si arkalık stüdyoda oturuyoruz. Özlerine kısaca tanıştırsınlar. Bo'ladi. Men Roz Muhammed Abdulbaki Ahmedcan o'g'li 1952-yili G'o'lji shahrida Dong malisida bu dunyoga kelibman. Shundaqla 1955-yili ota-onam bilan Sovet İttifaqı yana bugungi kunda Qirg'iziston tavasiga ko'chib kelib, mana shu vaqtdan tortib Qirg'izistonda yashab kelyapmiz. Siz qaysi yillarda Kırgızistan Uygur Cemiyeti İttifakı'nın reisi bo'ldi? Asli Uyg'urninki tarixida hamda ib kelayotgan vaqtida har daim qayerda bo'lamdiq. Bizninki ahvolimizni shu vaqtdagi cho'ng millatlar o'zininki manfatiga qaratib ishlatib ketdik. Hatto o'sha Sovet vaqtlarida Sovet İttifaqida Uyg'ur tilidagi gazetlar, Uyg'ur tilidagi radiolar vatanga beradigan shunday nimalar chiqadi. Shundaqla 1980-yildan tortib shu vaqtda Sovet Kompartiyasininki bo'limlarining oldida madaniy Uyg'ur tilini saqlatish va Uyg'ur madaniyatini bir saqlash bir nimalar ichilib, shu vaqtda tortib biz yosh vaqtlar o'qiyotgan vaqtlarimiz mush faoliyatlarga aralashib, shuningdan tortib aralashib kelyapmiz. Lekin Qirg'iziston Uyg'ur Jamiyati İttifaqı 1989-yili Gorbachyovninki yangi siyosatdan foydalanib, shu vaqtlarda har millatlar o'z oldiga bir madaniy aqartish bir kultur sentrlarni, madaniy uyushmalarni etishga shu vaqtdagi qonunlar mumkinchilik bergan. Shu 1989-yili dekabr 12 ayının 6 kuni Qirg'izistonda birinchi navbatdagi birinchi Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarning qurultoyi o'tkazilgan. Shu vaqtda qarori qurultoyiniki shu Qirg'izistonda bir Uyg'ur jamiyatini quramiz deb shu vaqtda madaniy aqartish ittifoq jamiyati deb programmada ichilgandi. Buni bo'lsa tasdiqdan 1990-yili dekabrning oxirsida tasdiqdan ilindi. Endi buning da asosiy shu vaqtda rais bo'lib Nur Muhammad Kanji bu saylangan. Uning da 3 muavini vardı. Birisi men, yan birisiga Muzaffar Qurboni, yan birisiga Nizamiddin Samidi deb üçümüz ve rais tötimiz asosiy ishni ilib boshlagandik. Biz ham bo'lsa ittifoq jamiyati raisininki o'rniga 2000-yili 27 may, yani 5-ayning 27 kuni Uyg'urlarninki 4-qurultoyida saylandim. Shu saylangan bo'yicha hatta 2007-yili 27-oktyabrgacha shu vazifani qo'limdan kelgancha Allah'ınki razılığı için ilip bağlandım. Allah razı olsun. Bu Uygur Cemiyeti İttifakı'nınki asaslık
hizmet vazifesi nime? Asaslık vazifesi şu vaqtida özümüzün ana tili, medeniyet, örf adetlerimizni ve şundaqla insan hukukini hükümetin aldıda qoğdaş. Bu vazifeler qorulgan. Şundaqla endi iyada qısqacha aytganda Qırgızstan Uyghur Cemiyeti İttifak bu Qırgız hükümeti ve aşağıda yaşayotgan Uyg'urlarning arasındaki bir körük bulup ötkendi. Hükümet bilen, xalq o'rtasida. Çünkü şu vaqtlarda bizniki endi bu Sovet davrlarida Uyg'urninki bir vakilleri bu Sovetninki bir hükümet o'rin ya başka bir nimalarda yo'q bo'lsa-ma, biz shu ittifoq orqali endi o'zimizning davarimizni, o'zimizning yig'imizni hukumatga yetkazgan edik. Bu Kırgızistan'da, hem de biz meyli Kazakistan bulmuşsun, meyli Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Muşu rayon tarih boyunca Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler yani şu Türkiye irqidagi bütün milletler xuddi o'zininki ana yurti bo'lib, hammasi o'xshash. İşte Qashqarga bosim, xotirjam berib, Toshkent, Buxoro, naga bosi rahat boradigan hamma millatlarning o'rtaq jo'grafiyasi edi. Hamda keyingi vaqtlarda shu cho'ng davlatlar siz deganga o'xshash, mayli Xitoy bo'lmasin, mayli Ruslar bo'lmasin, biz bu millatlarni poch-poch qilib, tam millatchilik kategoriyasiga kirgizib bo'lib, birisi-birimizga shunda dushman qilib, shunda her türlü o'rtada millatni ayırıp shunda bir shakllantirdi. Hani biz mayli Qozog'istonda bo'lmasin, Qirg'izistonda, O'zbekistonda shunda hozirgi holatda ham shu Uyg'ur millati, ya'ni shu Türk millatining ichida Uyg'ur millatidan eng az shu O'rta Osiyoda bir 4 milyon, 3 milyon, 4 milyon Uyg'ur bor deb bilamiz masalan. Sizce Qirg'izistonda Uyg'urlarninki umumiy nüfusu, mesela devletninki belki statistikası farklı, belki insanlarninki ağzıda. Çünkü ameliyatda farklılık bo'lishi mumkin. Sizce Qirg'izistonda qanchalik Uyg'ur bor? To'g'ri dediniz. Mana masalan azalda Qirg'iziston bo'lamdi, Qozog'iston bo'lamdi ya O'zbekiston bo'lamdi, bu sinonim o'zi bu nom 1922-yili Sovet İttifakı'nınki kuruluş vaktidan tatip bu payda bulan iş. Onun aldığı Türkistan dep atılır. Onun aldığı biyahni bolsa Garbi Türkistan, Uygurlar yaşavatkan vatanımızın bolsa Şarkı Türkistan dep atıladı. Bu çigaralar, bu sünni düşüp kalan çigaralar, onunki hatta şu vaktada Urus özününki çoğun milletçilik menfaatini izleş için, muşu milletlerini bir-birisiga qarşı qo'yish için, bayı siz degandek sünni chegaralarni yasab qo'yib, mana bugungi kunda onunki aytgandami oqibati yaxshi bo'lmaganini bugungi kunda mana o'zimiz ko'ryapmiz. Qozoq bilan O'zbek, Qirg'iz bilan O'zbekni urushni Qirg'iz bilan O'zbekni urushtirib qo'ygan, Qozoq bilan O'zbekni shunday arasida bir-birisiniki ziddiyat silib, yilqi cho'ng millat bo'lib turib so'ra ya bo'lmasa o'zininki go'shini o'zining miyida qo'rg'an degan siyosat bilan mushu ishlarni ilinib berib ketmagan deb siz degandek rost. Yoshlar nurg'uni tarixni bilmaganlar buni bunday aytganda o'zaro qayerdan buning asosi nimadan shunday foyda degan kichik millatchilik iyada bor, cho'qim bor. Hatto uni mayli ya bir xizmat o'rni bo'lamdi, ya mayli bir bilim ilish o'rinlari bo'lamdi, shunday yerlar kelgan vaqtida bu bilinib turdi, ayni bilinib turdi. Endi Uyg'urninki sonini olib keladigan bo'lsangiz, bu yerda aniq Markaziy Osiyoda qanchalik Uyg'ur bor, buni mushkunda hech kim bilmaydi. Chunki Sovet ittifoqidan tatib turib, bu bunday olib kelganda bir strategik bir davlatning maxfiy tutadigan bir nimalar edi. Nimishga degan vaqtida endi biz bugungi kunda masalan mana Qirg'iz hukumati asosiy mana sanaqni ilib yezib 2 yil bo'ldi buni yezib chiqqani 50 ming Uyg'ur bor Qirg'izistonda deydi. Lekin mandaqla bir faktni men sizlarga deb beray. 1997 yili shu Qirg'izistonda
Delo nomer deb bir gazet chiqqan. Gazet hozirmi bor u. U gazetda shu 1955-yildan tortib 63-yilgacha shu vaqtida, shu Sovet vaqtida shu bizning vatanimizdan yana Sinjan Uyg'ur avtonom rayoni ataqliq yerdan Sovet ittifoqiga ko'chib chiqayotgan odamlarning soni 1 milliondan oshiqdi deb bu ma'lumot bildirdi shu gazetda u. Shularning ichida asosiy ko'pchiligi bular Uyg'urlar deb aytibdi. Shularningki ichida 170 mingdan oshiqaroq Uyg'urlar Qirg'iziston tavasiga o'tirib qolgan. 300 mingdan oshiqarog'i Qozog'iston tavasida o'tirib qolgan. Burmonchisi O'zbekiston va Turkmanistonlarga o'tirib qolgan, shundaqla Tojikiston chegaradosh bo'lgandiki, qolganlari Rossiyaning iyoq-buyoqlariga ketgan deb bu ma'lumot bu gazetlarda bu bor. Bu lekin men yana aytib qo'y, Sovet ittifoqi yangi yo'qolgandan keyin yangi o'z oldiga demokratik bir gazet jurnallar chiqqanda shu vaqtda bisilgan materiallar. Uningdan keyin bu endi bu gazetlarning keyin nomerlarini biz albatta bu saqlab qo'ydik. Chunki shu vaqtda Uyg'urlarning soni 50 mingga yetmagan deb mana bildiradi. Cho'ng bir fakt. Bu faktga biz keyinsiga manınga endi nim deb javob bersizlar. Bu Uyg'urlar ne ketdi? Moshkunda mana Qirg'izistonda 50 mingga yetmagan, Qozog'istonda 200 mingga yetmagan, O'zbekistonda bo'lsa yo'q deb bildirdi, Tojikistondami yo'q deb bildirdi. Bular ne ketdi deb bu savollarni tug'dirib, buni biz so'roq bergan vaqtida bizga mandaq javoblar keldi. Uyg'ur milleti bu Qirg'iz, Qozoq, O'zbek millatlari bilan ham tili, ham dini, ham madaniyati bari bir o'xshash uchun bir-birisi bilan to'ylashib, to'y qilishib, mashundaq arilishib ketgan deb endi onunga mana o'zingiz mi kulib ketdingiz. Manchi shunchalik millat endi 1 milliondan oshiq millat to'y qisma endi biz mana to'y qildik. Biz o'zgarib ketmadik. Hatta raz bizning tangtishlarimiz endi boshqalarga o'ylanganlar bor, boshqalarga to'y qilganlar bor. Chunki raz bu O'zbek, Qirg'iz, Qozoq qarindoshlarimiz bular yaqin uchun endi to'y bu muhabbat yoshlarning oldini to'sish bo'lmaydi. Shu vaqtda to'y qilishgan. Lekin endi asosiy mundaq ip kelsam, hatta bizningki mana dadam, cho'ng dadam va shu vaqtlarda chiqqan odamlardan biz kichik bolalar bilan bo'lib 13 odam chiqibdik bizning familiyada. Bugungi kunda mana 200 ga yaqin odam bor. Bizningki hamda birla ikki otadan bo'lgan navra, chavra bular. Mandaqli hisoplasak, hamda o'lib ketganlardan boshqa shunchalik soni bor, lekin bugungi kunda hamda bir Alloh o'zi biladi qanchalik Uyg'ur borligini. Hakikaten deganga o'xshash, masalan, Xitoy mashhurlar deydi masalan biz Sharq Turkistonda eng az masalan bu 54-yili, undan keyin 47-yili, uning oldida 30-yillarda bir sanim bo'lib ekan, nüfus tekshirish bo'lib, shu vaqtlarda 47-yili 5 million atrofida Sharq Turkistonda Uyg'ur bor ekan. Bu vaqtda 350 ming atrofida Xitoy. Hamda hozir 350 million. 350 ming Sharq Turkiston. Sharq Turkistonda. Xitoyning bu soni. Hamda hala bugungi kelgan chog'da Xitoy bizni 10 millionga chiqarib bo'lmay, har yilnisi işte bir 100 mingdan aşında o'stirib, hozirmi 9 million 400 ming deb shunda tutib kelyapti. Ammo lekin amaliyotda hammamiz bilamiz, Sharq Turkistonda eng az 35 million, eng az 35 million Uyg'ur milleti bor. Undan boshqa Qozoq hemşehrilerimiz bor, Qozoqlar bor, Qirg'izlar bor, Tatarlar bor. Shuning o'xshash deganga o'xshash haqiqatan nurg'un davlatlar strateji şeklinde başka milletlerine imkan kılıp az göğüstüş. Ve bu arkalık bulanı demedin siyasi hukukudan veya olmazsa her türlü hukuklardan mahrum kılıp işte bu kadar emes modernda küçük göğüstüş asasında bunda siyaset konuluk yaptık. Yani zaten o bizge malum. Kazakistan'da başında dedik ya, Kırgızistan'da başında dedik ya, aslında Uygurlar tarihte en medeniyetlik millet.
tarihi noktayı nazardan ilip etken çağdımı en medeniyetlik millet asallam asmiliye bulup ketmeydi. Aslında asmiliye bulup ketadiganlar köpünce köçmen bolup yaşaydigan. Bazen tağda, bazen bağda jilmi-jil bir yerden bir yerine nima qilib yerleşken medeniyeti bulmagan milletler asan asmiliye bulup ketadi. Ama lekin Uygurlar burun şehirleşken köklük naiti, tarihi, medeniyeti, örf adeti, enenesi bolgan bir millet. Elbette. Bu asasda aslında Uygurlar asmiliye bulup ketmey, başkalar Uygurga asmiliye bulup ketişi lazım. Mesela ben Xoten'e bağlandım. 92. yılısı. Xoten'e bassam, Xoten'de Abduz'da çıktık. Abduz'da Xitay, Xoten şiirüste Xitayçı gap kılmadı demdi. Aşkım bizde ben medeniyetlik diyen Xitay'ma Xoten'e birip, Xoten örf adetiga, Xoten nimesiga maslashib ketken. Şununki şiirisiga, şularniki örf adetiga. Yani bunun qaragan çağda bizning Uygurlar aslida bir yerga bassa, tizimlam asmiliye bulup ketadigan, o'zining kimligini, mayli örf adetini, til zıkkını aldırıp yo'qotib qo'ymaydigan bir millet. Aslida Uygurlar asmiliye bulup ketmeylik. Hozirgi Xitoyning oldida Uygurlar, eğer Uygur'nunki onu da başka millet bo'lgan bo'lsa, belki nima bo'lib ketishi mumkindi. Ko'plar asmiliye, mesela nurg'un milletler Xitoyga asmiliye bo'lib ketdi. Bizning milletimiz yo'q, til yezigimiz yo'q. Mesela ben 93-yılı Kazakistan, Kırgızistan'a vargan. Bazen bu yerdeki Kazak, Kırgız hemşehrilerimiz köpüncüsü bizden tilini bilmeydiken. Ama Uygurlar yana özününki tilini bildiken, özününki örf adeti hiç olmasa ben Müslüman, özünün kiyiniş kadarlık ondan dersen. Ama Özbekistan'a bassam, Özbekistan tamamen fakattan mümkün demdi. Rusya'dan belki ayrı duruptu. Onunki tili var, yazılı var, kiyinici. Yani bunun demek çoğunu mesela onlar degenge okşaş Uygurlar asmiliye bulup ketmegen. Aslında 1 milyondan oşuk millet çıkkan bolsa 60. yıldan hazır mesela 45 yıl bolgan bolsa 40 yıl, 45 yıl. Aslında 56 yıl oldu. 56 yıl oldu. Mesela onu bir neçik 4 köpeşsek mi en az 4 milyon degen gap. Mesela ülkenin onu bu nisal sır değil mesela benimki şu çağda çıkkan bolsam 200 neçe tane özlemlikti nebere çevir olan şundaq oldu. Bu elbette alımcan o diginiz to'g'ri. Bizni lekin bugungi kunda endi birinchi inshaalloh Allah o'zi saqlab qoldi. Chunki mayli qanchalik besim bo'lmasa, qanchalik nim bo'lmasa, bizning dinimiz boshqa, tilimiz boshqa. U endi bu vatanimiz Sharqiy Turkistonda bayqamda xavflar yeb qolganda bu saqlab Alloh taolo o'zi saqlab kela. Shundaqla endi inshaalloh vatanimiz mustaqilmi bo'lishga unga har qaysimiz Allohdan tilakdoshmiz. Bir kuni endi unga bo'ladiganга har qaysi inson, har bir Uyg'ur unga o'zining qo'ldan kelgancha bir hassasini qo'shish kerak da bu ham Allohning oldida, ham millatimizning oldidagi bu bizning har qaysimizning majburiyatimiz. Shundaqla boya siz davatgan nimangizga qo'shimcha agar biz Uyg'urlar mana sonimizni bugungi kunda bu burunqi Sovet ittifoqining tavasida qanchalik Uyg'ur bor buni azalda barini degan bo'lsa, u yerda qonun bo'yicha boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun uni biz yaxshi tushunamiz. Bugungi kunda hamda Qirg'iz qarindoshlarimiz ya Qozoq qarindoshlarimiz ya O'zbek qarindoshlarimizdan biz yanima bo'lib biz anda qilamiz, bunda qilamiz degan gaplar yo'q. Chunki hammamizningki, chunki butun barimiz bir otadan, bir onadan yashayotganda biz mushundaq deb buni mundaq tushunamiz. Shuning uchun lekin bugungi kunda hamda bo'layotgan siyosatga uni mundaq to'g'ri tushunib o'zimizniki ko'z qarashimiz bilan har qaysimiz mana mayli Qirg'izistonda, mayli O'zbekiston, mayli Qozog'istonda yashayli, ashada hamda qo'limizdan kelgancha Asiyaninki gullashi, o'sishiga albatta hassasini qo'shyapmiz, ham qo'shimiz. Chunki umma bizningki to'prog'imiz, chunki o'zimizningki u vatandoshlar zaminimiz, shunday qarindoshlarimiz desak bo'ladi. Mesela ben 93. Kazakistan, Kırgızistan veya Çöygü'den Özbekistan'da bu Ruslarınki 80 yıllık o rayonunu işgal kılış cereyanında o milletlerinki dinini, örf adetini, enesine ait kattık buzu tütken.
tilini bilmeydiğen, özünün örf adetini bilmeydiğen hemmisi şunda Rus düşüncesi bilen hareket kıldıgan şunda bir nesil yetiştirip koyup biten Ruslar. 80 yıllık zulümünde. Hazırda biz mesela Kıravat'ın Kazakistan, Kırgızistan'daki mesela biraz dini cihetten yaxşı bulavatkanlık, örf adet cihette yaxşı özünün kimlikini qaytadan tikleşke tirişivatkanlık bunu görevatımız. Sizler yani yaşlılar, o cemiyetindeki en içindeki en çok ötüber kişilerdir. Kırgızistan'daki Uygurlar'ın ki mesela Kırgızlar'ın zaten bir yerde ötmüşsek bu devlet boğanlık cihetten güçlendiriş için hareket kılıyordu. Uygurlar'ın ki dini cihetten bulmuşsun, milli örf ve adet cihetten bulmuşsun, özünün eski kimlikini saklap kılış, şunu kayıtedin yine evlat büyütüş için gayretleri var mı, kanda hizmetler bulardı. Elbette bugün günde bu en muhim suallardan birisi, muhim bugün bu atkan her kaysimizin bişini katırıp atkan iş bu. Mesela bizning ata-analarimiz vatанdan chiqqan vaqtida mana mening ya atam ya anam o'rischa gapni bilmaydi deb ular. Biz o'ris maktablarida o'rischani o'qib yetishdik. Ata-analarimiz uyida Uyg'urcha so'zlagani uchun hamda Uyg'ur maktabini o'qimagan bo'lsaqmi, hamda o'zimizning ana tilimizni eng bo'lmaganda bir-birimiz bilan tushunadigan bir shaklga yetkazib keldi ata-onalarimizdan. Alloh rozi bo'lsin. Lekin uningdan keyin bo'lsa, muhit boy etib keldik ham shu vaqtdagi davrlar Sovet ittifoqining boy etib keldingiz. Har tarafdan o'risninki madaniyati, o'risninki tili, o'risninki mushu butun bar tarafda har bir yalnız bu birla Uyg'urlar emas, ashada yashayotgan shu jumuriyatninki egilleri Qirg'izlarga qarta shularning ichida butun barini o'ris qilib atgan mundaq bir siyosiy badi. Lekin mana alhamdulillah bu 90-91 yıldan tatip Kırgızistan öz aldığı mustaqil bo'lgandan keyin iyada o'zininki ana tilini, yana Kırgız tilini, Qozog'istonda bo'lsa qozoq tilini, biroq buning ichida birla O'zbekiston bular o'zining tilini ancha o'risqa damagan, hatto tashkanlarda shu vaqtlarda o'rislar o'zbek so'zlab deb aysiz deganda qancha xotanda Uyg'ur so'zlagandek, shundaqla bularma o'zbek so'zlabdi. Lekin Qirg'iziston, Qozog'istonda bu yerda hatto o'zimizning shu Qirg'iz qozoqlari bir-birisi bilan muomala qilganda o'ris so'zlabdi. Uyg'urlarma hamda shu ahvolga kelib qolgan, chunki Uyg'ur maktab degan Qirg'izistonda yo'q edi. Qozog'istonda badi, yerda saqlanib qolgan. Qirg'izistonda yo'qdi, bayama kelganda o'zimizningki uyimizdalar ota-onalarimiz ana tilda so'zlagan uchun biz ancha-muncha mana mening yeshim 60 ga kelib qopti hozir. Mushu yoshdagilar azroq Uyg'urcha gapni qilamiz. Lekin undan keyin mana bizning bolalarimiz bo'lsa, bular o'pchirishda hamda maktabmi o'rischa, uy kelsa bizning ayollar ya bu onalari bularmi o'rischa bir-birisi bilan gap qilgandan keyin bular tushunadi, biroq gap qilmaydigan holatga kelib qolgandi. Lekin mushu chegara ichilib vatanimizda yana bu yoqqa shu ana vatanimizga kirgandiki iyada azroq yoqdan urug'tiqanlar bu yoqqa chiqqandan keyin shularning tanqidi bilanmi ya bir-birimizni tushunamagan ishlar bilan bo'libmi kichkina milqi ana tilga bir qiziqish boshqadan bir uyg'undi. O bir. Ikkinchisi bayman degandek O'zbekistonlarda bulamdi ya bu bizningki bu janubda o Jallabad taraflarda nurg'un Uyg'urlar biz o'zimiz baya O'zbek ya Qirg'iz deb yozilib ketgan o'zininki nimasida bular shu hatto keyingi urug' tuqqanlarini ko'rib va yoqqa berib bu bir tarafdan bir ham tijorat bu. Ikkinchi ayda ko'rib bu bizningki matlimiz mandaqga deb ulama hatto nopusda biz Uyg'ur ekanmiz deb qaytlab yana Uyg'urninki nopusini O'zbekka ilishga tirishdi, ham hukumat bunga to'sqinlik qilmagan. Endi bu ana tilni mushu sabab bilan kichkinam chegara ichilganning sababi bilan Qirg'izistonda kichkinam ana tilga bir qiziqish boshlandi. Bu bir. Ikkinchisi bizning madaniyatimiz ustun uchun va muzika sozlarimiz ana tilimizningki boyligi uchun iyada ashada Qirg'iz tilda bayqi atalg'ular yo'q uchun bu yerda masalan
Бүгін күнде қырғызлама пайдаланды, ұйғырдан пайда болған. Мәселен, сыналғы, ұшақ, бекет деген сөздерні бұрын деген магнитофон, самолет, я болмаса остановка деп мандақ итатты қырғызлам бүгін күнде қырғызла бекет дейді, ұшақ дейді, ve başka sınalgı deydi, ünalgı deydi. Mesela kılıp Uygur'unki tili bilen paylanışka bol diye bu. İkinci yaktan yana bizninki saz ve muzika usul medeniyetimiz üstünlerek üçün. Mana bugünkü kündüme Kırgızstan'da ve Kazakistan başka yerlerde olamdı. Hatta Uğuruslarının ya başka bir milletlerinin toyları bop kalsa şeyde Uygur muzikası bulmay ya Uygur'unki usulü bulmay kamaydı. Hatta mana Kırgızstan'da nurgun Uygur kapıyla içilip de taamlarımızın ki bizim üstünde için iyadima başka milletler Uygur'un taamını yap, Uygur kapı, Uygur restoranda içilip aşağılarda Uygurça usul, Uygurça bilen oynanan için ma medeniyet bugünkünde hem de öt git berip meyli Bişkek'nin oturuşta olamdı ya bu başka yerlerde bu bazalarda bulamdı hem de başka milletler ma Uygur'un sazını Uygur avaz aşağıda çıkıp durduğun nimlerge tesir yetkizgen. Mana mında qısqacha ip kelgan vaqtimizda shu. Yana bugungi kunda hamda nima Uyg'urningki Uyg'urni munda bir nima bor desangiz, albatta bu mustaqillik Qirg'izlar, Qozoqlar, O'zbeklar buning yetishgan vaqtida iyada shiyada yashayotgan Uyg'urlarda bir siyosiy uyg'unish bo'ldi. Bu ajab bu millatlar har qaysi o'z oldiga mustaqil bo'ldi. Bizga qachon kelaki deb shuning uchun yoshlarimiz nurg'un yoshlar shu hamda qandoq bo'lsa o'zimizning hassimizni shu millatning ozodligiga, millatning hurriyatligiga bir qo'shsaq degan yoshlarma iyada oz emas. Şunun bilan birga mesela ben Kazakistan'da ko'rmadim ama anladım. Kazakistan'da mesela 60'dan oşuq Uygur mektebi var ekan. Mesela Kırgızistan'da mı şundan Uygurca mesela bütün derslik Uygurca mı şundan mektepler var mı? Ya Kırgızistan'da bir mektep yok diye bayıma etip kettim ve mektep yok. Bırak biz şu ittifakını tüzgendik keyin 80'li yıllardan tatip Uygurlar yaşavatkan aşağıda ballarımız berivatkan Urus mektepleri de Uygur sınıflarını açtık. Uygur sınıflarını içip aşağıda hem de özümüzün şu vaqtida vatanda muallim bulup, okutkuchu bulup ötken adamlarımızın şart tepip, ulağa hükümet aylık bermeydi. Lekin cemaat aşağıda özümüzünki arasında ançı-munçı koldu balla yardım kılışıp şu mekteplerde şu yerge kitaplarını almutlardan ekilip özümüzünki şu ballarımızga ançı-munçı Uygurca tilini ügetkendik. Bugünkü günde ma Uygur mektepler yok. Bırak Uygur sınıfı var. Uygur sınıfı var. Anızkin ittifakınki şu özü Kırgız hükümeti bilen bayi alaka kılıp jürüp bu Uygur sınıfını hatta hükümetinin programısına kirgizip hükümet maaş beradigan dereceye yetkizip koygandı.